Berkşak'tagi mostu görtasiz, dostluk mostudan chiqqaningizda ele Alay gashitsasini to'shunda El magazin. Uşul yerdagi Koreyadan kelgan kiyim-kechaklarni ko'rgani keldik atayin. Qancha so'm sotadigan bu yerda? Bu yerda bu kiyimlarni aytaylik. Naskillar 50 so'mdan, nav tapchkalar 50 so'mdan. Koreyadan kelgan primoy o'zimizga kelgan bunaqay kiyim-kechaklar but bardigi 250 so'mdan. Talash bo'lib ketib qolibdir. O'shul yerdan olib ketsangizlar bo'ladi. O'ta arzonda buni qarasangiz, o'shul jindi shimlarni o'shul yerdan olib ketsang, bemalol olaveringizlar aja. Bunaqay qarasangizlar. Bularchi yosh bolalarga, jenskiy jana murskoylar talaman bo'lib ketdi. Siz daha kelib uspet etib olib ketishingiz kerak. Daha kichkina vaqt bor. Bunaqay qarasangiz, dojdikda, mincha dojdikda aytaverasiz desangiz, o'ta jinni narsa ekanda. Bilasiz o'zi Xitoy emas, koreyskiy varianti yaxshi sapatli bo'ladi. O'shondoqdan sразу olib ketish kerak. Bu joqda futbolka tizib qo'yibdir, mana qarasangiz. Bularning bahosi 500 so'm ekan, bularning bahosi 300 so'm. Har qanday kiyim-kechakni to'liq o'shul El magazindan topib olib ketsangizlar bu. Mana ko'ynaklar qancha so'm ekan? Ajoyib ko'ynaklar bor ekan. Tak, bularning bahosi men bilmayman qancha so'm, biroq arzon. Boshqa yerda qimmat, biroq o'shul El magazinda eng arzoni o'shul yerda. Bu kiyimlarni 600 so'mdan olib ketsangizlar bu. Tak, bu kiyimlar qancha so'm? Men bularning bahosi adashmasam, 800 so'm, 900 so'm adashmasam. Biroq bizde eng arzoni, assalomu alaykum. Tak, bizde eng arzoni 700 so'mdan tapchkalarda originali o'shul yerda. Bular Vyetnamdan keladi. Primoy Vyetnamdan o'z-o'ziga keladi. Mana qarasangiz, Tailand degani adashib ketdim. Kechirib qo'yasiz o'shul yerga. Tak, bular nima sportchiga qarasangiz, bular dvoyka. O'ta jinda. Men kiyib yurganimni bilasiz, o'shul yerdan topib olib ketsangizlar bu. Bo'lsam yo'q, men Alagashnisaga borgan vaqtim yo'q desangiz, Most ostida bor, birinchisi Qizilqayada bor, Aravonda bor, Do'stlikda bor, Qarasuvda bor. O'shul O'shda 3 mesta bor, tak 4 mesta bor ekan. Zaynabdinova Krugoyda, mana Do'stlik Most ostida, anan Do'stlik bor-ku, Do'stlik O'zbekiston bilan chegara. O'shul yerda jana Alagashnisasini to'shunda. O'shul yerdan Любой kiyim-kechakni bemalol tavib eng arzon bahada olib ketsangizlar bo'ladi. Tanlov ardayim sizda, tanlovdan adashmangiz. O'sha videoga bir like bosib, o'shunday arzon kiyim-kechakni izlab yurgan akalarga jo'natib qo'yg'ular. Buyursa biz xizmatdamiz.